tuproqqa eking. Yuqori qismini tuproq bilan emas, mulcha bilan yoping. Bu namlikni saqlaydi. Ko'pchilik pomidorni chuqurroq ekish foydali, ildizi kuchli o'sadi deb o'ylaydi. Ammo bu eng katta xato. Buni qilmang. Chunki pomidor ildizi chuqurda kislorod yetishmovchiligidan aziyat chekadi. O'sish sekinlashadi, hosil esa kamayadi. Ayniqsa harorat past bo'lsa, chuqurdagi namlik sovuqni ushlab qoladi va ildiz muzlaydi. Bu esa o'simlikning butun rivojlanishiga zarar yetkazadi. Bilasizmi, ildizning eng faol qismi tuproqning 10-12 sm qatlamida joylashgan. Aynan shu qatlamda mikroorganizmlar faol ishlaydi. Havo almashinuvi yaxshi bo'ladi va ozuqa moddalari tezroq so'riladi. Chuqur ekish esa bu jarayonni to'sadi. Ildiz chiriydi, pomidor sust o'sadi, meva kech pishadi va hatto kasalliklarga chidamsiz bo'lib qoladi. Agar sog'lom, serhosil pomidor xohlasangiz, ko'chatni sayoz, ammo nam tuproqqa eking. Yuqori qismini tuproq bilan emas, mulcha bilan yoping. Bu namlikni saqlaydi, ildizni sog'lom ushlab turadi va havoning kirishini ta'minlaydi. Natijada ildiz yaxshi rivojlanadi, o'simlik kuchli bo'ladi va hosilingiz 20-25% gacha ortadi.